Assalomu alaykum. Jamshid aka, tuzumisiz? Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Sonlaringiz yaxshimi? Qalaysiz aka? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Alhamdulillah, xudoga Yaxshi yetib charchamayapsizmi? Rahmat. Mana bugun akalar biza Buxoroga yetib kelganmiz. Toshkentdan kechqurun soat 1 da chiqib ketdik. Sal kam obeddan o'tib yetib keldik. Endi baribir biza Buxoroda shopir akalarga o'xshab tezroq olmaysizlar, noto'g'ri tushunmaysizlar. Voqliroq kelishimiz kerak edi, aka. Jamshid aka, bu yerda adresini bitta tushuntirib, qisqacha qilib aytib ketsangiz, aka. Buxoro shahar, Lo'sha qishlog'i. Lo'sha qishlog'i. Lo'sha qishlog'i. Aha. Jamshid aka, bu qo'yimiz qanaqa qo'y, nima qo'y, nimaga bu qo'yni oldida turibsiz? Amir qo'yimi, qoraquloq qo'yimi? Qanaqa qo'y aka? Mana shu to'g'risida bitta ma'lumot. O'zimizni eski zot qoraquloq qo'yi. Aha. Ha. Bu endi hozirda qolgan zot shu endi. Ha. Chunki qoraquloqni zo'r-zo'rlari bo'lardi biz yoshligimizda. Endi hozirgi kecha kunduzda zo'ri shu. Mana shu qo'y qoraquloq deyiladi, amiri deyilmaydi. Ha, amir qo'y deyilmaydi bu. Yo'q, amir qo'y deyilmaydi. Hozir deyiladi, avvallari amir qo'y deyilmasdi. Tushunarli. Shunday, qoraquloq deyiladi. Tushunarli. Bo'yni ham uzun ekan. Aka, bu qo'yni necha yillik tarixi bor misol uchun? Bir 10-20 yillik tarixga egami bu qo'y yo'q, undan uzoq? Yo'q, juda uzoq. Chunki ana amirlik nima bo'lgandan keyin 100 yil vaqt o'tgan bo'lsa, undan oldin 200 yil bo'lganda bu qo'y. Ha, qoraquloq qadimiy qo'y bu. Xullas asrga ega qo'y. 2-3 asrga ega bo'lsam kamida. 2-3 asrga ega qo'y. Bu qo'yi значит genetikasi juda kuchli. Juda kuchli. Uncha qo'y, buni qonini buzish juda qiyin. Juda qiyin. Tushganda ham qulog'i qora, peshonasi qora, bu yog'i oq qo'y tushadi. Ala tushishi mumkin, har xil. Har xil tushishi har xil. Qora. Lekin ikki xil rangni qonni buzish juda ham qiyin. Juda qiyin. Biz ham boshida qiynaldik. 2 marta, bir 5 marta bola olganimizda faqat o'ziday tug'ildi. Oq yo qora tug'ildi. Tushundim. Men oxirgi marta arashan qo'chqor qo'shgandan keyin bunga. Ana boshida arashan bilan 2 marta oq qora tug'ildi. Ana keyinchalik 2 marta oxirgisini xuddi arashan rangiga mos qilib tug'ib berdi. Aka, mana shuni isboti bilan qanaqa qo'chqor qo'shdingiz bunga? Qo'chqor ko'rsatamiz. Biz ana oxirgi mana shu oldidagi qo'zisini, otasini O'lmasjonlar bilan birgalikda o'tgan yili Qirg'izistondan olib keluvdik. Assalomu alaykum O'lmas aka. Mana shu qo'chqor mana. O'shagan qo'llaringizni olib qo'ying. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr, o'zingiz qalaysiz? Charchamasdan. Mana shu qo'chqorni Qirg'izistondan O'lmasjon bilan birga olib kelganmiz, Ulug'bekjonlar bilan. Xo'p. Bu Ilyos akani qo'ylardan olganmiz. Yo'ba qo'chqorlarini qo'zisi 2 oylik edi olganimizda. Kichkinagina edi. Hozir 1 yoshdan o'tdi endi. Xo'p. Bu to'g'risida ma'lumotni o'zingiz berasizmi aka? Ha, bu qo'chqorni biz Mayovkadagi Ilyos akadan olganmiz. Yo'ba qo'chqorni pramo o'g'li. Yo'ba degan qo'chqor pramo o'g'li. Muhammad Sharipov edi, eski egasi Muhammad Sharipov. Keyin Ilyos akaga sotgandilar. O'sha Ilyos aka ishlatib kelyaptilar necha yildan beri. O'shani bolasi. Tushunarli. Bu qo'chqorning klichkasi nima aka? Sapsan deb klichka qo'ydik bunga. Sapsan deb klichka qo'ygansizlar. Xo'p. Akalar, bu qo'chqor to'g'risida men sizlarga bitta ma'lumot beraman. Qo'chqorni ko'rasizlar. Xo'p. Qirg'izistonda Muhammad Sharipov degan eski stari seleksioner akamiz borlar. Shu akamizning Yo'ba degan qo'chqorlari bo'lgan. Yo'ba degan qo'chqori Mayovkada Ilyos degan bir baykayimizga sotganlar. Shu Ilyos degan baykayimizda Jamshid akamga borib, mana shu Sapsan degan qo'chqorni sotib olishga qanchaligida sotib olgansizlar aka buni? 2 oylik edi. 2 oyligida. To bizga kelguncha 3 oylik bo'lib keldi uyimizga. 3 oyligida, yoshligida olgan ekansiz. Juda kichkinagina, 2 oylikda ajratilgan ekan. Sabab nima buni unaqa olishingiga, voqli olishingiga? Yo'q, u kishi o'zlari qo'ylarni bir martaga ukollarni qilib, bir martaga qo'chqora qo'yish uchun qo'ylarni bir martaga ajratgan ekanlar, hammasini. 5 oylikdan 2 oylikgacha ajratilgan ekan. Bu sal yoshroq ajratilgan ekan. Keyin shu bizga yoqib qoldi. Shuni Ulug'jon bilan birgalikda tanlab olib mana shu hozir ana boqib shuncha qildik endi. Tushundim. Aka, yo'masam sizlar juda ham kuchli qon qidiribsizlar, ya'ni genetika. Qo'chqori kuchligini qidirib, kuchli qo'chqori bolasini olib keldinglar, tavakkal qil. Avvalambor Alloh. Buni bergan bolasiga qaraydigan bo'lsa, bu qo'chqori kuchliligami yo Allohning izi bilan chiroyli tushgandan yoki sizlarning mehnatinglar ham bor. Qaysi birligini buni gapi isboti bilan bo'lish uchun buni biz bitta bu qo'chqorni qaysi sog'ligiga qo'shib tushirganingizni bitta tushuntirib bering, Jamshid aka. Endi avvalambor Xudo bermasa hech narsa qila olmaysiz. Lekin sendan harakat, mendan baraka degandek, mana biz harakat qildik. Mana shu qo'chqorda, mana shu oq qo'y bilan shu qo'chqorda mana shu qo'y tug'ildi mana. Mana shu onasi. Mana shu onasi.
Aha, Buxoro Mana shu- qoraquloq ha. solusi. Sog'liq, oddiy o'zimizni qora quloq qo'y. Aha. Mana shundan mana shu qo'zi tug'ildi mana. Tushundim. Okalar, qaranglar, men sizlarga bitta tushuntirib beraman. Qo'chqorni Qirg'izistondan olib kelishyapti. Mashalloh, ko'rishingiz mumkin. Klichkasi Sapsan, tanib olinglar. Buxoroda seleksiya ishlari qanaqa ketyapti? Mana, Sapsan degan qo'chqorimiz, Yoba degan qo'chqori primoy bolasi, hozirgi kunda ikkitish, bo'yi yo boshqa narsasi qiziq emas. Qo'chqorda hamma narsa yetarli, ko'rishingiz mumkin. Kastak sela kastak bor. Uzunlik tseli uzunlik, bo'ynin uzunligi, kalla, bu yerda quloq rol o'ynamayapti, yo boshqa, bu yerda qon, gilamli genetika. Qulog'im 22. 20 yo endi aytmoqchi bo'lganim hamma qulog'i nima qilyapti aka Shunday. hozir. Qulog'i unaqa ekan, qulog'i bunaqa ekan deb Shunday. gapirishyapti. Akalar, bu yerda quloq yo boshqa narsa emas, genetika. Qo'chqorni tanlab bilish, qo'chqor qanaqa bola berishini bilish, tavakkal qilib, mana shu Sapsan degan qo'chqorimizni Jamshid akam mana Buxoro qora quloq qo'yiga qo'yib, mana bunaqa bola tushiryaptilar. Bu necha oylik aka bu qo'chqora? 28-avgustda 4 oylik bo'ladi. 28-avgustda 4 oylik bo'lar ekan. Akalar, mana buni qaranglar. Mashalloh, mashalloh. Mashina taqib oling aka. 28-avgustda 4 oylik bo'ladi. Aka bunga klichka qo'ydingizmi, qo'ymadingizmi? Yo'q, hali klichka qo'yganimiz yo'q. Hali klichka qo'ymadingiz. Yo'q, hali. Mana akalar, ko'rishingiz mumkin. Endi bitta narsani sizlarga aytib ketdik, akalar. Hozir Arashan solusini palon menga olib, misol uchun Svetli soluni olib, Svetli qo'chqorga qo'shib, даже mana shunaqa natija ola olmayotganlar bor. Avvalambor Alloh beraman desa hech gap emas deydi-yu, mana isboti. Akalar, ikki xil rang, tengmo'li kuchli genetikaga ega soluda mana shunaqa qo'zi qo'chqor tushirilyapti. Buxoroda ko'pchilik Arashan bilan shug'ullanmaydi deb o'ylashar ekan. Akalar, men ham to'g'risini aytsam, bilmasdim. Hozir bu Buxorodagi birinchi qo'ramiz. Akalar, bunaqa qo'radan juda ham ko'p. Mashalloh, ko'rib, mana o'zingizlar yozib ketinglar. O'zbekistonda nima deydi-sa, seleksiya ishi hazilakam ish bo'lmayapti. Mana bizda ham rivojlanish bo'lyapti. Buxoro, misol uchun Buxoro Toshkentga ham uzoq, Vodiyga ham uzoq. Videoni ko'rib maza qilinglar. Biz shu. Aka, bu qo'ydan bir marta mana shu bolasini olganmisiz shunda? Yo'q, bundan ko'p bola olganmiz. Aha. Mana shu bolasi bizning uyimizda 7-tug'ishi. Bu 7-bolasi ha shunda. 7-bolasi. Mana shuni yonidagilari bundan oldingi ikkita opasi ekizaklar. Ha, mamila shuni bolalari. Ha, opalari shuni. Opalari. Ha, 6 oy bundan katta ular. Ha, 6 oy katta. O'shanda bu 1 yilda 2 marta tug'yapti. 1 yilda 2 marta tug'adi. Aha. Ana bizga 4 yil bo'ldi kelganiga, avgustda oluvdik. Aha. Hozir 4 yil 2 oy deganda 8-bolasini tug'adi. Hozir bu ozmi bu? Ha, qarib salkam 3 oylik bolasi bor yana hozir. Gap yo'q. Men Alloh beraman desa deydi-ku anu. Har yil 2 marta tug'adi. Ha, anu mayli. Gap 11 ta bolami shunda? Ha, faqat ikkitadan tug'di. Aha. 6 qorin ikkitadan tug'di, 7-marta birta tug'di. Tushunarli. Ana 8-qorni ichida hozir. Akalar, mana sog'ligiga yana yaxshilab e'tibor beringlar. Ko'ringlar. Mana shu sog'liq. Bu sog'liqni 4 oylik qildi, qo'chqorni. Undan oldingi opalarim mana 10 oylik ular. 10 oylik yarichkalar. Periyarka. Mana 10 oylik ko'rishingiz mumkin. Yaxshilab e'tibor beringlar. Akalar, sizlarga ko'rsataman, hammasi ochuvchasiga bo'ladi. Mana. Mana dumbalari bunisiniki. Mana ikkinchisini dumbalari. Oyoqlarga e'tibor beringlar. Nimaga buni ko'rsatyapman? Hammasi ochuvchasiga, anu qo'ramizdagi zo'r qo'ylarni olib chiqib qo'yib, sizlarga qulog'i 25, rangi svetli, uni bolasi, buni bolasi emas. Buxorodagi Jamshid akam o'zlari bir qo'chqorni olib kelib, mana shu qora quloq qo'yini ustida ishlab, mana hozir realniy turgan qo'ralarda 3 ta bolasi bormi mana shu sog'liqni sizda hozir? Hozir bu yerda 3 tasi, yana qo'rada bor bolalar. Ha, yana bolalari bor, ha? Bor, qizlari bor. Faqat qiz tug'adi ko'p bu. Ha, ko'p qiz tug'adi, mana o'g'illi hozir. Bitta o'g'il tug'di, bitta o'g'il tug'di. Ana nima qiz ikkita tug'ar ekan, o'g'il bitta tug'ar ekan, to'g'rimi? 3 marta ikkitadan qiz tug'di. Aha. Mana qizlari juda chiroyli bo'ladi. Boshida qora quloq, qora tug'di, 2 qorin. Aha. Keyin ana oxirgi qorinda Arashandanda endi ana ikkitasi qizil o'sha Arashanning rangiga mos tug'di. Tushunarli. Akalar, mana buni ustida yana ishlaysiz-da, to'g'rimi? Ha, endi bularga yaxshi qo'chqor yana qo'shamiz. Qirg'izdan kelgan toza qo'chqorimiz bor, mana Sapsanni qo'shmoq niyatimiz bor. Chunki ularning otasi boshqa. Ha, tushundim. Bu Sapsanni bolasi. Ha, ulari Baron degan qo'chqorimizning bolasi. Bu Baron degan qo'chqori. Baron nima velikolepniyni nevarasimi, bolasimi? U Krasavchik, ha? Krasavchik, Zalotoy Abdulla Sharipchi Zalotoy Krasavchik degan qo'chqorini bolasi bo'lgan. Buni otalari, to'g'rimi?
to'g'ri mana. Xudo xolisa, sal endi xato kamchiliklar bo'lishi mumkin. 1,5 yil tanaffusdan keyin biz ijodni boshlab, Jamshid akam qo'ralar, ya'ni Buxoroda ijodni davom ettiryapmiz. Xudo xolisa, bunaqa qo'ralardan juda ko'p akalar. Sizlar Buxoroda arashan boqishmaydigan boshqa narsa deb o'ylamanglar. Mana Buxoroda ham mana shunaqa qo'ylar boqishadi. Akalar bitta narsaga yaxshilab qarab e'tibor beringlar. 4 oylik qo'zimiz, 10 oylik periyarkalarimizga yetoga e'tibor berasizlar. Qo'chqori qulog'iga, kallasiga, kastaklariga, uzunliklarga qaranglar. Mana qizlarni qaranglar. Ota boshqa, ona bitta. Ko'rasizlarmi? Et betida oq degan yo'q, petno yo'q, qora degan narsa yo'q. O'zingiz uchun yaxshilab ko'ringlar. Bu hazilakam narsa emas. Alloh berdi, natijasi bo'ldi. Mashalloh. Aka, keyingi qo'ylarni tanishtirib uramiz bunda. Bu qo'y to'g'risida boshqa ma'lumotimiz bormi yo'qmi? Aytib ketavering agar ma'lumot bo'lsa bu qo'y to'g'risida. Endi bu qo'y juda barakali keldi bizga. Bu haqida ma'lumotlar ko'p. Bu qo'yimizni bir tarixiy endi voqeani aytib bersam, bir chiroyli qizi tug'iluvdi. Juda xaridori ko'p edi. U aylama bosh bo'lib qoldi. Shu doktorlarga murojaat qilib, hech nima qilmadik, doktor topa olmadik Buxorodan. Keyin odam doktorlari bilan maslahatlashib, hamma instrumentlarini, ana operatsiya ish qurollari-yu, dorilarini borib gaplashib topib kelib, mana shu turgan joyimizda selulozini o'zim operatsiya qilganman. Bir o'zim. Bitta o'zingiz? Bitta o'zim, jiyanlarim qo'y narkoz bergan tutib turishgan. Ana shu qo'y sababli selulozini operatsiyasini ham o'rganib olganmizlar. Gap so'z yo'q. U selulozni qanaqa qilgansizlar aka? Nima bo'lgan? Shu to'g'risida gapirib bering. Aylanma bosh bo'lgan. Endi chiroyli qo'y o'lib ketmasin deb, shuni selulozini olib, davolab, tura olmaydigan qo'yni turib yurib ketgan. Buxoroda doktor yo'qmidi? Yo'q edi. Hozir ham yo'q bizda selulozni operatsiya qiladigan. Selulozning boshini miyani ochgan odam yo'q. Yo'q hali. Значит, ani nima deysiz, boshdan o'tgan tabib deydi-yu. Endi odam qiziqsa, hamma ishni qilar ekanda. Shu qiziqish kerak har narsaga-da. U qo'y boshini ochishingiz yashab ketdim. Nima bo'ldi u qo'y? Aytibman-ku, tura olmaydigan qo'y. Bir haftada oyoqqa turib yugurib ketadigan bo'ldi. Yeb, ichib, hammasi joyiga bo'lib ketdi. Tushunarli. Mana bu qo'yisi ham, mana shu birinchisi. Buni ham dumbasi sal nima tug'iluvdi mana bu. Mana bu yer pardalagan, ana osilgan edi ana bu yeri. Unda edi. Shuni ham yoshligida operatsiya qilib, sal bunday ana bu yerni kesib razrezga o'xshatib qo'ydi. Sal razrezga, chunki qo'chqor bu 1-2 qorin tug'gandan keyin qo'chqor qiynalib qoladi-da. Shuni ham yoshligidan shundoqa mayda-chuyda operatsiyalarni bir o'zimiz qilib turamiz. Gap so'z yo'q. Doktorlarga murojaat qilmasdan. Gap so'z yo'q. Shunday. Gap so'z yo'q. Endi keyingi qo'yga o'taylik aka. Ana keyingi qo'yimiz. Mana shu qo'y aka, o'sha bu yoqqa olib chiqing-da shu qo'yni. Xo'sh. Bu chunki quyoshda yaxshi ko'rinmayapti shu qo'y. Mana shu, bo'ladi mana shu. Mana shu zo'r. Bo'ladi, ushlab turing. Mana. Bu qo'y to'g'risida ma'lumot bering aka. Bu qo'y Qirg'izdan kelgan. Bu Qirg'izistonda endi katta Ilyos aka borlar, yoshlari kattaroq. Qoraboltadagi. Qoraboltadagi. Shuni qo'yralarda tug'ilgan ekan. Kozir degan qo'chqorlarning qizi ekan. Mana Kozir bilan Melburg egizak qo'chqorlar. Mana shu Kozirning qizi. Xo'p, endi men bu to'g'risida bitta qo'shimcha ma'lumot qilib ketaman. Akalar. Qoraboltada Ilyos degan akamizning qo'ralarida Blandin degan qo'chqor bo'lgan. Blandin degan qo'chqorni hozir ismlari esimda yo'q. Shu bitta odamga sotganlar Blandinni. Blandinni turgan qo'rida Melburg bilan uni otasining ismi nima deysiz? Kozir degan qo'chqor tug'ilgan. Egizaklar. Egizaklar. Bittasini nima Ilyos aka olib ketgan. Bittasi u yoqda qolgan. Shunday aytmoqchi bo'lgan, Blandinga vunuchka bo'lib qolar ekan demoqchi. Shunday, Blandinning nevarasi bu. Blandinning primoy nevarasi. Kozir degan qo'chqorni primoy qizi. Tushunarli. Shunday. Xo'p, aka bu sog'lig'imizda necha yosh bo'ldi? Bu sog'lig'imiz sentyabrda 2 yoshni to'ldiradi. Bizga bir marta bola tug'ib berdi endi, bir marta, bir qorin. Bir marta? Bir marta tug'di. Ana tishini ham ko'rsatishim mumkin. 4 tishga o'tyaptimi? Bo'ldi. Bir yoq tarafini tashlab. 2 yosh bo'ldi-da endi sentyabrda 2 yosh. Aka, shunga bitta metrimiz bormi? Metrimiz bor. Bemalol qaraveringlar sizlar, metrni ko'raveringlar. Xo'p, akalar va sizlarga bitta sog'lig'ini tanishtiraman. Mana bu yerda edimi, qayerda ko'ring. Akalar mana ko'rishingiz mumkin, sog'liq. Ko'rishingiz mumkin, 2 dan 4 tishga o'tyapti. Blandinning Kozir degan qo'chqori primoy qizi bo'lar ekan. Buxoroda jonivor. Ko'rishingiz mumkin, razrezga bitta e'tibor beringlar. Sog'lig'ini mana bu yerda taz bo'ladi, ikkita.
Mana tas birinchi mana bu nuqta, mana bu ikkinchi nuqta. Mana mashaqa qo'yganda bir qarich. Ariq holati bu hali. Hozir boladan ajradimi? Boladan ajradi, yaqinda ajradi. Boladan ajradi. Ha, yana qo'chqordan qochdi. Yana qo'chqordan qoch. Qaysi qo'chqorda? Buni Sapsandan qochdi. Yo'q, buni Samson degan buni akasi bor, O'lmasjonlarda. Samson degan qo'chqordan. Metr qo'yavering aka. Metr endi точный o'lchashimiz shart emas, taxminan o'zimiz uchun. Xo'p, ko'rishingiz mumkin yerda. Xo'p, 90 deb uraylik akalar. 90 deb uraylik. Plus minus 90. Endi ana har xil nima. Sal kamroq qilib aytamiz. 90. Nima bo'lsa ham baragasini bersin. Bitta qulog'iga qo'yaylik akalar, bitta qulog'iga. Bu metrni oling, yerda bor. Mana qulog'iga. Yo'q, unda lattaligi metrimiz bor. Buni qulog'ini ushlab turish kerak ana. Mana buni. Ha, endi bu Mana. asli quloq bunda enchanadi-ku, nima bo'yicha? Monitorovka bo'yicha. Ha, to'g'ri. Aka ushlab turasiz tepasida o'sha yerda. Mana kalso. Mana. Mana quloq. 22. Qarib 22. Ha. Bo'ldi. 22. Bo'yi endi misol uchun buni 85 bo'lsa ham sizga bo'radi. Nimaga unaqa deyapman? Hozir misol 91,5 yo 92 chiqib, ana 95-90 kamini aytaylik. Unaqa kerak emas. Ha, kamini aytaylik. Biz o'zimizdan qo'y, sotadigan qo'yimiz emas. Maqsad Buxoroda seleksiya ishlari qanaqa ketyapti, qanaqa holga kirib keldi, kimlar seleksiya bilan shug'ullanyapti. Mana hozir Buxoroda birinchi qo'ramiz, Jamshid ham qo'ralari kelib, ko'rib yoritamiz. Mashalloh, qo'y zo'r ekan aka. Hozir bu qachon qo'chqorga qo'shasiz buni? Yo qo'shdik. Ana O'lmasjonning qo'chqorlari bor. Samson degan. Mana shu qo'chqorimizni akasi u. Ha, u ham Velikolepniyning o'g'li. Yo'q, Yobani o'g'li. Yobani o'g'li, yanlishib ketdim, men bor zo'r. Bundan 1 yil oldin kelgan u. Ha. O'sha qo'chqorga endi juda zo'r qo'ylarni beryapti hozir Buxoroda. O'shanga havas qilib etib buni, keyin mana yana bitta qo'yimizni o'shanga qo'shib keldik. Tushunarli. Ha, hozir 1 oylik bo'g'oz bo'ldi. Xo'p, bu sog'lig'imizda yana qanaqa ma'lumotlarimiz bor? Endi hozircha shu endi yangiliklar bu yil bo'ladi nasib etsa endi. Tushunarli. Xudo xohlasa. Aka, bitta narsa sizga savolim bor. Necha yil bo'lib boshlaganingizga? Arashang 3 yil, 2 yil, 4 yil, 1 yil. Men Arashanni endi boshlaganimga to'g'risi birinchi qo'chqor olganimizda u payt Arashan degan nom yo'q edi, o'lmasam. Yo'q, mana hozir astoydil kirishganingizga. Astoydil kirishganimizga birinchi qo'chqorni olganimga 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Bitta savol. 3 yil orqaga qaytib qolganingizda xuddi shu ishni xuddi shunaqa boshladingizmi yo boshqacha boshladingizmi? Albatta boshlardik. Xuddi shunaqami yo boshqachami? Shunaqa endi yaxshi qo'chqorni olib qo'ylarga qo'shardik-da. Tushunarli. Mana shu savolni hammaga beryapman, noto'g'ri tushunmanglar. Chunki nimaga demoqchi bo'layotganim, mana siz aka bu oddiy bitta bu misol deyilmaydi, bu haqiqiy seleksiya deyiladi. Mana shu qo'yga qo'chqorni qo'shib turib, mana bu qo'chqor ham dominant qo'chqorligini bildiryapti-da aka. Mana adnotipniy degani o'zi bitta rang beryapti. Shunda. Oyog'ida yo boshida et betida oqi bor narsa yo'q. Bunisida ham xuddi shunaqa narsa. Nima narsani beryotganim sizga, bu savolni berganim aka, gap ochig'i. Endi men siz savolingizni tushundim. Abdullajon, bu seleksiya degani faqat qimmat qo'yni, qimmat qo'chqorni ko'paytirish degani emas-da. Hamma ham qimmat qo'y olib kela olmaydi. Masalan, mana shu qo'y bizga qimmatga tushgan. Ana hamma ham bu narxga ola olmaydi. Shuning uchun mana bu mana sizga isbot ana. Hozir oddiy qaraquloqdan mana shular tug'ildi. Endi bularni yana yaxshi zotdor qo'chqorga qo'shsak, bular bundan ham yaxshiroq tug'adi nasib bo'lsa. To'p-to'p. Ha, endi avvalambor xudo, keyin 3-4 yilda natijaga chiqib olsa bo'ladi. Ha. Mana shunday qo'ylarni o'zimiz yetkazsak, yetib chiqarsak bo'ladi. Xudo xohlasa. Ha, xudo xohlasa. Lekin qimmat qo'y olaman deb yursa, 10 yil 15 yil vaqt o'tib qoladi. To'g'ri. Ha. To'g'ri. Erta olaman, indin olaman, bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun harakat qilish kerak. Yaxshi zotdor qo'chqorni olib, joylari qo'ylarga qo'shib bo'lsam, seleksiya qilsa bo'ladi. Men sizga hozir bitta narsa ko'rsatib beraman. Oddiy kichkina qo'yimga o'sha Arashan qo'chqor qo'shib, hozir tug'ilgan sog'lig'ini ko'rasiz. Bundan katta. Mashalloh. Qora qo'yni olib keling. Bo'lmasam shuni ko'rsatamiz, uni boylab qo'ying. Shu yerga ko'rsatamiz. Xo'p, Jamshid aka, shu aytayotgan qo'yingiz mashimi shunda? Ana Abdullajon, mana shu oddiy qo'yga, endi Arashan deymiz-da, o'sha qo'chqorni o'sha payt Arashan degan gap yo'q edi, 5 yil oldin. Shuni onasiga qo'shganimizda mana shu ko'zi tushuvdi. Hozir bu 4 yoshni to'ldirdi. Mana. Endi jasadni qarang, hech qaysi bir Arashandan qolishmaydi-da bu. Mashalloh. Suyak qalinligini qarang. Ana O'lmasjon qulog'ini ham bitta o'lchab ko'rsatib bering. Ana qulog'i ham Arashandan uzunki, kam emas. Bitta bo'yiga plus minus qo'yaveringlar, u nimasi yo'q. Ha, shunday, примерно. Xo'p,
yerdan ko'rishingiz mumkin. 94. Mana shunday qo'yib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Taxminan 93 94 xullas ko'rdinglar o'zingiz. Endi men o'zim o'lchaganman buni 93. Ha. Qo'yamiz. Ha, endi semirganligi 1-2 Ha, sm. endi semirgan, nari bu beri ariq bo'lishi edi. mumkin. Aka qulog'ini ushlab turasiz. Mana qulog'ini ham ko'ring. Mana. 23 mi? 22,5 edi. 22. 22 deng. 22 deng. 22,5 edi, 22 deng. Ha. U nimasi yo'q? U nima deydi desa, natija bomba aka. Shunday. Namnoga odam bunaqa natija olish uchun ancha ko'yni yirtish kerak bo'ladi. To'g'risi. Tan olish kerak. Aka shuni bitta tishini ochamiz. Ko'rsatamiz tishini ham mana. Jonivor. Mana. Aka sal oldinroq chiqaring shuni. Sal bu yoqqa chiqaring. Bo'ldi. Bo'ldi. Shu bo'ynidan ushlab turing. Men buni bitta atsenga qilamiz. Xo'p. Akalar, ko'rishingiz mumkin. Bu qo'yi natijasi otasi Qirg'izistondan kelgan bo'lgan, ya'ni Arashan deb aytilmagan u paytda. Shunday. Onasi kichkina Xusori qo'y bo'lganmi shunda? Kichkina. Jasadi kichik edi. Kichkina bo'lsa jaydari qo'y bo'lgan. 85 lar bor edi. 80 jaydari qo'y. Mana shu qora qulog'imizday bor edi. Ha, mashq qo'ydek Mana shu bor qo'yimizday bor edi. Shunaqa uzunligi shunaqami? Xuddi shunday edi. Ana shuncha qo'y bor edi. Xuddi shunday. Значит, Buxoroda kuchli qo'ylar ko'p ekanda aka. Endi Biz bilmay yurgan ekanmiz deyman. Misol uchun etdan-betdan qidirib, bu qo'yib yurimiz Buxoroda bu narsani bilish uchun necha yil umringiz ketdi aka? Men o'zim birinchi qo'y olib boqqanimdan 35 yil bo'ldi. 35 yil bo'ldi. Akalar, mana apparatni qaranglar. Mana jonivor. Buni klichka qo'ymaganmisiz? Baxmal bunisi. Yomon tushdi lekin o'ziga. Baxmal, klichkani ham topsiz lekin. Haqiqatan baxmal ekan. Mana buni qaranglar. Bochka obrazniy deydi-ku. Buni ikkinchi qorin qizi bor hozir qo'yramizda. Aha. Bu ko'chaga chiqqanda oddiy qo'shqordan qochib qolgan. Ha. Oddiy qo'shqordan tug'ilgan qizi bor. U Arashan qo'ylarimizdan kattada jasadi. Ha. Endi hammasini ko'rsatishga ulgurmaymiz. Aka, hammasini ko'rsatamiz. Xotirjam bo'ling. 1 soat bo'lsa 1 soat, 1,5 soat bo'lsa 1,5 soat. Nimaga? Buxoroda shunaqa odamlar hazilakam mehnat qilmayapti. Shunday. Shuni ko'rsatish uchun aka, men hozir bu yoqqa soat 9 soat, 10 soat yurib kelib, videoni 10 minut, 15 minutlik qilish niyatim yo'q. Mayli. Aka, mana shu sog'lig'ini bitta yoniga qo'ying shuni. Sal uzoqroqdan qilaylik. Mana sog'lig'ini ko'rishingiz mumkin. Qanaqa yog'onli, qanaqa nima? Bu Qirg'izistondan kelgan yomonlashamas akalar. Bitta narsani tushuninglar. O'zbekistonda ham, ya'ni Buxoroda ham hazilakam seleksiya ishi bo'lmayapti. O'sha mashhur Ilosbaykeni qo'ralardan chiqqan Kozirida qo'chqor. Kozir degan qo'chqori primoy qizi, lekin bu yosh hali ozg'in, bitta tuqqan. Ya'ni 4 kishga endi bizda bu sog'lig'imizni chista O'zbekistonda o'zimizning jaydari qo'yga Qirg'izistondan kelgan qo'chqorni qo'shib yillar davomida mana shunaqa natija bo'lgan narsa. Shu narsaga yaxshilab e'tibor beringlar. Ya'ni bu qayerda bo'lyapti? Yana Buxoroda. Buxoroda nima bor deysizlarmi? Buxoroda apparat bor. Mana shunaqa krasavitsalar bor. Mana bunaqa baxmallar bor. Jonivor. Maqtaganingga arziydi. Nimaga? Chunki akalarimiz hazilagan mehnat qilishmayapti. Bu narsani ko'rib tan olinglar akalar. Kommentariyaga yozinglar. Hazilagan mehnatmi yoki omadmi? Albatta mehnat. Mehnat qilgan odamga Xudoyim ham o'zi beradi mana. Baxmal dedilar, haqiqatan klichka baxmal. Keyingi ko'rsatadigan qo'yimiz qaysi aka? Hozir opa singillar bor. Qaysini opa singillar? Ularni sotib olganmiz. Hozir olib ko'rsatamiz ularni ham sizga. Xo'p, opa singillar baxmalli opa singillar bormi? Yo'q, ular Qirg'izdan kelgan qo'y bilan Qo'chqordan tug'ilgan, Buxoroda tug'ilgan ular ikkalasi ham. Ha, Buxoroda tug'ilgan. Ularni ham ko'rsatamiz sizlarga. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Shunday. Xo'p, Jamshid aka, bu sog'liqlar qanaqa sog'liqlar bu to'g'risida? Bu sog'larimiz opa singil bular. Ha, opa singil bular. Ha, bu mayda 27-mayda 1 yoshga to'lgan edi. Aha. 1 yoshga to'lgan, 27-mayda. Aha. Xo'sh, mana bu fevralda tug'ilgan. Fevralda tug'ilgan. Yo'q, martda tug'ilgan ekan. Martda tug'ilgan ekan. Ota-ona bitta. Bu 24-martda tug'ilgan. Ha. Otasi ham bir, onasi ham bir. Aha. Onalari Qirg'izdan kelgan qo'ylar. Aha. Otasi Abdulla Sharipovdan kelgan Shiram degan qo'chqor bor edi. Shiram degan qo'chqor. O'zi laqabini ana bu nimasi? Velikalepning o'g'li. Ana bu qovoq yirtilib kelganiga shunga Shiram deb nom qo'ydik unga. Ha. Mana shu qo'chqordan tug'ilgan ikkita qo'zilar bular. Tushunarli. Bularni biz Akmal aka degan arashanchi akaxonimiz borlar, Hoji aka. Yaxshi inson. Qo'yluli.
Yo'q, shu yerda Buxorolik. Ha, Buxorodan Akmal aka. Buxorodan Akmal aka. Ha. Shu kishidan buni 6 oylikda sotib oluvdik. Aha. Ana bunisini 1 haftalikda sotib oluvdik. Akalar bitta narsani aytib ketdik. Mana bu sog'lig'ingizga buri sog'liq deb o'ylamanglar. Nimaga? Men hozir xatoyim bo'lib qolishi mumkin. Videoda boru bu yoq quyoshga chiqarsa qo'y. Men soyam chiqyapti. Shuning uchun imkon qadar bu qo'yni chiroyli qilib video olyapmiz. Noto'g'ri tushunmanglar, xatolarimiz ustida ishlaymiz. Tamam, Jamshid akamni bu menga bilinyapti. Videoda ko'rgan odam bilmasligi mumkin, menga bilinyapti. Shuning uchun shu narsani aytib ketyapman. Sog'lig'imizni buri sog'liq emas, sog'lig'imizni bu qo'zimi hali? Ha, 1 yosh 2 oylik bo'ldi. 4 ish deb o'yladim. Yo'q. 1 yosh 2 oylik bo'ldi, qo'zi tishali. Aka, bitta shunga ham metr tashlang. Xo'p. Ko'ringizni qo'ying. Akalar yerdan Xo'p. 90 mi? Ha, ozgina pastroq. 88 deng. 88 deng. 88 deyvering. 87 deyvering, bizga farqi yo'q. Xullas maqsad hali bu bola. Qo'zi hali bu. Hali qo'zi. Endi bitta narsaga e'tibor beringlar, akalar, mana kallam formasiga qaranglar. Quloqni bitta aka, keling. Mana shirinani ham e'tibor beringlar. Shirinasi ham juda keng. Ushlab turasiz-a? Chista kalsiyo. Mana 22. Enini ham o'lchab ko'rsat. Keling, Endi ham 10 chiqsa kerak. 11. 11. Baragasini bersin. Glamnisi sog'liq apparat. Periyarka deydimi? Ha, shunday. Noto'g'ri aytmayapman, periyarka deydimi? Mana bunisi yarka, bunisi periyarka. Bu yarchi. Sinisi. Ha, o 5 oylik bo'ldi. Ota-ona bitta. Ota-ona bitta. Mana. U sizdanmi buni ota-onasi? Yo'q, Akmal hoji akada. Akmal hoji akadan siz sotib oldingiz. Aytyapman-ku, buni 6 oylikda sotib oluvdik. Bunisi tug'ilganida 1 haftalikda sotib oluvdik. 1 haftalik edi. Bitta narsani e'tibor beringlar, razrezlari bor mana. Hali jonivor. Aka, bitta narsa so'rayman-da endi. Buni olishingizga nima sabab bo'ldi buni? Mana yarkan. Garbanoslari, quloqlari chiroyli juda, suyaklari, o'zini kengligi, yana qo'zi 5 oylik bo'lsa ham kengligi juda. Mana jaydari ona qo'ylardan keng. Hozir holati. Mana solishtirib oq qo'y bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Mayli, bu boshqa narsa, bu boshqa narsa. Kengligi bilinyapti aka. Shunday videoda bilinyapti. Juda keng. Mana opasi. Lekin buni opasini qo'ysa, bu yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Bu hali bola. 5 oylikda. Bola 5 oylik. Bu endi tishbizishga kelyapti. 1 yoshi 2 oylik. 1 yoshi 3 oylik. Mayda 3 oylik. 1 yosh 3 oylik bo'ladi. 27-da. Ha. 27-da. Jonivor. Sal yaqinroq kelinglar, mana shularni bir-biriga. Sal yaqinroq farq mana. Bo'l, zo'r. Mana jonivorlar. Ko'rishingiz mumkin. Akmal akamizani Shiram degan qo'chqorlardan tushgan, ikkalasi shu Akmal akani qo'rasidan chiqqan sog'liq, ha? Kisara kopiya ikkalasi bir xil. Ha, Buxoro brigadasidan, Buxorolik akalarimizdan seleksiya natijalari mana nimaga brigada kerak? Mana shunaqa narsalar tushadi, beganaga ketib qolmaydi, o'zligida qolib, o'zligi bir-birligidan oldi berdi qilib, mana shu qon alishib seleksiyani rivojlantirishyapti. Baragasini bersin. Nima deysiz aka? Ta'riflashga siz o'zingiz. Bunaqa qo'zilarni qidirib topamizda endi. Boshqa joyga ketib qolmasin deb mana shunday yaxshi qo'zilar chiqib qolsa, o'zimizni guruhdan birinchi aytiladi. O'zimizga guruhga sotiladi birinchi bo'lib. Agar o'zimizni guruhdan ham hech kimda pul bo'lmasa, o'sha payt keyin tashqariga sotiladi. Atak chiqmaydi o'zimizdan. Lekin bunaqa payt qarz qilib bo'lsa ham ana shunday. Shunday. Yana yetmay qolsa, masalan falon pul bo'lsa, yetmay qolsa 1 oy 2 oyga o'z biriku biz beramiz, keyin ham olaveramizda pulini. Ana shunday. Bir-birimizga yordam qilamiz. Narxidan ham qo'chqor qo'shishga ham ana shunaqa. Shunday. Baragasini bersin. Jamshid aka, nima bor hozir? Nimani ko'rsatamiz hozir? Ko'p juda ham. Endi vaqtingiz bo'lsa ko'rsataveramiz. Yo'q, vaqt bor. Keling, davay, ketdik. Keyingi qo'yimizni qaysi qo'y aka? Hozir olib chiqaman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Xo'p, Jamshid aka, bu qo'ylarimizni qaysi qo'ylar aka? Mana bu qo'yimizni ham qo'zi edi 6 oylik. U yil mana qo'chqor bilan birgalikda olib kelganmizda buni. Mana hali tug'gan emas bu. Buni egasi Qamchibek aka edi. Qirg'izistonlik Qamchibek aka. Mana buni ona liniyalar Karabil, Karzay liniya qo'ylar degan edi u kishi.
Otasi Cherokee liniya degan edi. Aha. Ana 1 yil boqib mana shu ahvolga keltirdik. Tushunarli. Mana 1 yilda. 1 yil boqib. Xo'p, qarang aka. Ona tarafdan Karzaga taqaladi. Shunday. To'g'rimi? Shunday. Ona tarafdan Karzaga, ota tarafdan Cherokee. Cherokeega. Cherokeega taqaladi. Shunday. Hozirgi kunda buni yoshi necha tish bo'ldi bu? Bu yanvarda 2 yosh bo'ladi. Yanvarda 2 yosh bo'ladi. Shunday. Xo'p. Yanvarda 2 yosh bo'ladi. Bu tug'magan hali. Tug'magan hali. Endi qo'shqor qo'shdik. Endi qo'shdingiz. Qaysi qo'chqor qo'shdingiz? Mana shu Sapsanni qo'shdik. Sapsanni qo'shdingiz. Velikoletniyni bolasi Yo'q, Yoban bolasi. Yoban. Nima velikoletniy deyapman bu yerda men? Yobani primoy bolasini mana shu sog'luga qo'shibdilar. Gap so'z yo'q. Oldi tarafdan bitta jonivor obzorini boshladi. Okalar, sog'lig'imizga yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bosh qismlari, quloq, albatta bu qo'lga ushlangandan keyin diki bo'ladi, o'zini xuddiga turmaydi. Shuning uchun yaxshilab e'tibor beringlar. Mana oldi tarafdan ko'kriklariga yaxshilab e'tibor berasizlar. Haqiqiy seleksionerlar. Ko'ringlar. Qo'yda baraka bor, qo'y boqinglar. Mana Buxoroda mana shunaqa krasavitsa narsalarimiz bor. Mashalloh, Buxoro, gap so'z yo'q lekin. Xo'p, ikkinchi qo'yimizga o'tamiz. Ikkinchi qo'yimiz to'g'risida kommentariy bering. Bu Nasarog liniya qo'yimiz. Aha. Bu ham Qirg'izdan kelgan. Aha. Hali endi 2 tish bo'ldi bu. 2 tish bitta tishini oching aka. Buni ham qo'chqorga qo'shdik. Bo'ldi, ko'rindi. Qo'chqorga qo'shdinglar. Sapsangan bu ham? Sapsanga qo'shdik. Sapsanga qo'shildi mana. Hali bu juda ariqlab kelgan edi yo'ldan. Yaqinda keldi. Sal mana shuni oldinroq chiqani aka. Ha, bo'ladi. Zo'r. Mana shu. Buyini ham ko'rsatsa bo'ladi bemalol. O'lchaymiz. Qo'yaveringlar bemalol. Xo'p. Xo'p, 90 ni? Taxminan 89 urovenda 89 chiqqan edi, o'zim o'lchaganman. Ha. Kelgan holida o'lchaganmisiz? Qulog'i ham yaxshi. Nimaga to'g'ri keladi-da? Parametrlarga to'g'ri keladi. Shunday. Nasarog liniya qo'yimiz bu. Gap so'z yo'q. Shunday. Barakasini bersin. Endi yoshligimizda shunday qo'ylar boqar edik. Ana shu kattaligi ham, chiroyligi ham, bundan chiroylilar ham bor edi, to'g'risi. Lekin bizda sal yo'qolib ketganligi sababli endi Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston hammamiz bir aka-ukada bizlar endi. To'ppa-to'g'ri. Ha, bitta millat. To'ppa-to'g'ri. O'sha uchun bir-birimizdan oldi-berdi qilib, mana shunday qo'ylarni keltirib, ko'paytirib, ana bizda zo'ri bo'lsa ularga sotamiz, ularga zo'ri bo'lsa bizlarga. Shunday qilib, maqsadimiz qo'ylarning jasadini katta qilib, suyagini yirik qilib, shu qancha yiriklashsa, shuncha go'sht ham ko'p bo'ladi. Maqsad shu go'shtni ko'paytirish. Tushunarli. Asli go'shtga bor taqaladi endi. Aka mikrofonni oling. Bo'lmasa mikrofonni oling, shunda sizga savolim bor. Shu yollariga turib o'ring aka. Yollariga turing. Ya, mayli, hech narsa qilmaydi. Yollariga turib o'ring siz. Savolim bor. Aka, bo'lmasa bitta narsa, siz ham ancha yillik seleksionersiz. Ancha yildan beri ko'pchilik kirolmagan qo'riqlarga kirgansizlar, ko'p vystavkalarga qatnashdinglar. O'zbekistonda, Toshkentda, Qozog'iston, Qirg'iziston ko'rmagan joyinglar qolmadi. Savol nimadan iborat? Aka, biza hozir Arashanni qo'llayotgan narsamiz nima bo'lib qoldi? Bitta narsaga e'tibor beringlar. Men sizga savolim, Arashanni biza qabul qilganimizning sababi nima? Arashanni boqishimizga aslannoy sabab bo'lgan narsa nima? Ves biz uchun. Ves, ya'ni yog'onlik, shirokiylik. Yog'onlik. Endi har kimni bunayda men ko'p joyga e'tibor berdim. Har kimni o'zini fokusi bo'ladi-da. To'ppa-to'g'ri. Tabi bo'ladi. Bizani tabimiz shu yo'g'on bo'lsin, kassaklar moshini bo'lsin, vesovoy bo'lsin. Endi bizlar o'zimizga maqsad qo'ygan, ana hozir rekord 230 kilo, 236 kilo chiqdi-ku. Lord. Biz o'zimizga maqsad qo'ygan shu 250 kilolik. Inshaalloh. Yuqori natijalar chiqarish. Inshaalloh. Odam qilgan ishni odam qiladi. Endi men nima demoqchiman, okalar? Men 1,5 yil tanaffus qildim, ayrim bir sabablarga ko'ra. 1,5 yil ichida men bitta narsani ko'ryapman, akalar. Arashan degan narsa miyasasalni degani, ya'ni go'shtdor degan narsa Arashan. Hozirgi kunda nimaga e'tibor beryapmiz? Akalar, biz yog'onlikni yo'qotib qo'yapmiz. Nimaga unaqa deyapman? Ko'pchilik rangga qiziqyapti, svetga qiziqyapti, quloqga qiziqyapti, sog'liqni yog'onligiga boshqa narsasiga qarashmayapti. Shuning uchun men sizlarni ko'ryapman, alhamdulillah, barakasini bersin. Seleksiya ishlari bu yerda mana shuncha qo'yi chiqarib qo'yib bu xalqqa ko'rsatish o'zi emas, rezultat bo'lyapti. Mana shu narsalarni ko'rsatyapmiz. Avvalambor Buxoro brigadasiga alohida rahmat. Nima demoqchiman? Arashanni asl maqsadi go'sht sifatini oshirish bo'lgan, ya'ni og'irlik. Misol mahalliy qo'ylarga qaraganda veslarni kattalashtirib, yuklarni nima qilish bo'lgan. Hozir biza
qo'layotgan narsamizni quloqni quvlab qo'yamiz, rangini quvlab qo'yamiz, bo'yini quvlab qo'yamiz, lekin shirokiyligi, bochka obrazligiga qaramayapmiz. Bu narsani men sizlarga qattiq ko'rsataman. Aka, shu qora soluvni olib keling. Mana shu qora soluvni olib keling. Shu o'rinda yana bitta gap aytib ketaman. Aha. Bular har yili Qirg'iziston borganda aka Jamshid biz bilan yuring deganda men ishonmagandim to'g'risi. Aha. O'lmas ulug'beklar menga ta'kidlashardiki, aka Jamshid tirik ko'rsangiz boshqacha. Aha. Keyin rostdan ham Qirg'izistonga borgandan keyin ko'zim bilan ko'rib, shu yoshligimda ko'rgan katta qo'ylarni o'sha yerda ko'rdim to'g'risi. Ha. Mana shu yoqqa qo'ying shuni. Mana shu yoqqa qo'ying. Mana shu yoqqa qo'ying shuni. Torting. O'sha uchun harakatni boshladik endi shu kallasini bu yoqqa burasiz, nabarat. Kallasini bu yoqqa buring. avvalgi qo'ylarni yana Ha, o'sha, shundoq. Bo'ynini tutib turing, ha. Akalar, arashanni asl negiz maqsadi mesasanli degan, ya'ni go'sht yo'nalishini oshirish. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana Buxoroda Allohning izni bilan shu natijaga erishilyapti. Klichkasi Baxmal soluvni. Akalar, soluvga e'tibor beryapsizlarmi? Chisti Buxoroda bo'layotgan seleksiya. Bu arashan qo'yi nimaga unaqa, nimaga bunaqa deyshadi-ku. Bizani mahalliy qo'yimizga, ya'ni mana bunaqa mashi tipa mashina urug'idagi qora qo'y, qora soluvga, ha, xuddi mashina shunda qorasi bo'lgan faqat, qora quloq bo'lmagan. Ha, shunaqa qo'yga Qirg'izistondan kelgan qo'chqorni olib kelib, u payt arashan yo'q edi. Olib kelib, mana shunaqa Baxmal bochka obrazning sog'liq olganlar. Aka, oldinroq sal chiqaring mashina boshini. Bizani tselimizda mashi bo'lsa, akalar bizga hammani to'g'ri, hamma har xil, kimdir gul ishqibozi, kimdir boshqa narsa-yu, lekin aytmoqchi bo'lgan narsa, arashanni asl arashan qilib tunadigan narsa mana shu narsa bo'ladi. Akalar, quloq, bo'y, mo'y hammasi joyida. Biz qo'layotgan narsamizni ekstrier deymiz. Akalar, bitta narsa esingizdan chiqmasin. Mana sog'ligiga yaxshilab e'tibor beringlar-da, mana akalar, yaxshilab e'tibor beringlar. Yog'onligiga olmasga men sizga bitta savol beraman hozir. Bitta savol beraman. Hammamiz uchun tushunoladi. Issiqko'lda bo'lgan Viskiga bordingiz-a? Yo'q, yaqinda Viskiga bormadik. Viskani ko'rdingiz? Ko'rdik. Absolyutda qaysi qo'chqor chempion bo'ldi? Lord. Lord degan qo'chqor eksterier yoki rang yoki qulog'i yoki bo'yi bo'lmadi o'tdi. Lord 236 kilo ko'rsatdimi? 236 ko'rsatganda nafaqat Qirg'iziston, butun stadion o'rnidan turib baqirib yordimi aka? Aurani berdimi? Aurani berishiga sabab mana bunaqa yog'onli, bunaqa ves. Akalar, bitta narsa esingizda tursin. Sizlarda ekstrieri zo'r yoki boshqa narsa bo'lsa, sizlar yutdilar degan emas. Bu qo'yga asl negizi yog'onli bo'shtoqlikni oshirish. Sizlarga oddiy misol Lord Tarozga o'zi yurib chiqib kelganda odamni o'rnidan bitta turib vahima qilyapti. Tarozga chiqqandan keyin butun stadion qiyiqruq qilyapti-yu, u talasli bakelarni ham xizmati kichkina xizmat emas. Aka, 1,331,5 urgandan keyin 5 yil tanaffusdan keyin Qirg'iziston yana raqobat qilib Lordda 234 urdi birinchi, 234 urdi, keyin 236 Talasda. Talasda Issiqko'lga bordi. U yoqqa borguncha qancha ves yo'qotadi akalar? Aytinglar-da. Qo'chqor bo'lsin, mashtiqa bo'lsin, sog'li bo'lsin, shunaqa bo'lsin. Bolani ham bersin, vesini ham bersin, hamma narsasini. Akalar, qisqa qilib aytganda, mana shu tipajni shoshimiz kerak. Har xil narsani ketidan qulab, modani ketidan emas, hammaning o'zini yo'nalishi bor, ya'ni mo'ljali bor. Mo'ljalimizga qarab yuringlar, odamlarning fikriga e'tibor bermanglar. Odamlar bugun boshqacha, ertaga boshqacha. Ertaga misol uchun mana shu qo'chqor kimga mensimasligi mumkin. Qo'chqordan emas, sog'liq bu, qo'chqorga o'xshaydi. Mensimasligi mumkin, lekin Tarozga kelganda mana shu bit tursa butun stadion o'rnidan turib qiyqirib boradi. Nima dedingiz? o'lchaganman, 130 kilo chiqqan. Necha? 130 kilo. 100 To'g'on emas edi. Buncha semiz emas edi o'sha payt. Har holatda. Ha, hozir juda qalinlashib. undan ham ves kattaroq bo'lgan hozirgi holati. O'lchamabmiz endi. Semirtirmaganman. O'tgan yil o'lchaganimizga 130 kilo chiqdi. qisqadan hozir bu. Qo'chqordan Qo'shdi yaqinda. Tushunarli. Shuning uchun Buxoro brigadasiga alohida rahmat akalar. Alloh rozi bo'lsin. Imkon qadar maqsadimizni nima demoqchiman? Ochuvchasiga aytaman, maqsadim ochuvchasiga pul yoki buni orqasidan pul topib hayp emas.
Nimaga? Men Qirg'izistonda yurdim, Qirg'izistonda ko'p qo'ralarni syomka qildim, qo'ylarni ko'rsatdim. O'zbekiston, Qozoq foydasi bo'ldi, alhamdulillah. Lekin xudo xolisa bu ishim bilan u yoqni qilaman, qilmayman emas. O'zimizda 1,5 yil ichida men ko'rmadim. Qanaqa seleksiya bo'ldi. Buxoroni bitta yoritib, xalqqa bitta ko'rsataylik. Nima bo'lyapti? Qanaqa bo'lyapti? Yarmarka qilmoqchimisizlar? Vistika qilmoqchimisizlar? Keyingi videolarda bularni aytib, biz hamma nima qilamiz? Jamshid aka, sizga alohida rahmat. O'shagan qo'llaringizni olib qo'ying aka. Salomat bo'ling. Sizning tajribangizda xudo xolisa xalq ko'rib, kommentariyada yaxshi fikrlar kutib qolamiz. Akalar, negativ yozishdan oldin sizlar ham mana shunaqa qo'y boqib, mana shunaqa seleksiya ustida narsa aytib ketaylik. Biz qo'y tanlamaymiz. Afg'onmi, Hisormi, Qirg'izdan kelgan Arashanmi? Biz uchun hammasi muhim. Biz hammasini yaxshi ko'rib boqamiz. Maqsadimiz hammasini ham eng kattasini boqish. Tushunarli. Shunday. Tushunarli. Hammaga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bugungi syomkamiz Buxoroda Jamshid akamning qo'ralari tugadi. Video bundan keyin xudo xolisa har kuni chiqadi. Akalar bitta narsadan qo'rqmanglar. 2 ta qo'yinglar bormi? 3 ta qo'yinglar bormi? 4 ta qo'yinglar bormi? Imkon qadar chiroyli qilib xalqqa yetkazib qilib beramiz. Akalar, maqsad tegida, negizida pul emas. Maqsad O'zbekistonning qo'yi qolganlar ham ko'rsin. Qo'yga bo'lgan ishqibozlik oshsin deb mana shuni ko'rsatyapmiz. Hammaga rahmat. Sizlarga bitta qo'yi obzorini men o'zim bitta qilib beraman. Akalar, mana qo'ylarni syomkasini bugun eson-omon tugatib oldik. Kadr orqali akalarimizga alohida rahmat. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Buxorodagi birinchi syomkamizni Allohning izni bilan mana tugatib oldik. Mashaalloh. Endi quyosh tushyapti, qo'ylarimiz har xil ko'rinishi mumkin. Allohning panohida bo'linglar, keyingi syomkalarimizni kutib qolinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.